Shunda siz aytayotgan lyuk shudi umuman qimirlamaydigan, to'g'rimi aka? 1 gram ham lyuft yo'q bunda. Yo'q aka. Kamdan kam. Sababi mana bu narsa. Hop. Ustroyство deydi. Aha. Ko'p joyda bilasiz, mashina o'tsa taqir-tuqur bo'ladi. Bu narsa o'sha narsani oldini oladi. Lyuftni ushlab beradi shu narsa. To'g'ri aka. Bu narsani menimcha hech qaysi lyukda ko'rmaganman, birinchi marta ko'rib turishim. Videoni ham bitta ko'ringlar. Juda ham ajoyib naqshlar bilan bu premium segmentdagi lyuk desak ham bo'ladi. Assortiment ko'p. Тяжелый, средний, легкий, тяжелый магистральный, kichkina. Bu taxminan necha tonnadan necha tonnagacha aka hozir sizdagi borlari, nalichingizda borlari? 20 tonnali mashinadan 60 tonna, 100 tonnali mashinaga ko'taradigan. 100 tonna yuk ko'tarib beradi bemalol. Mashinalarni ko'taradi. Gap bo'lishi mumkin emas. Narx-navolarni ayting aka. 550 mingdan 1 million 650 minggacha. Ichida endesi bilan. Endesi bilan kimni korporativ karta pertfeli. O, gap yo'q. Kartaga sotadigan joy menimcha kamdan kam bo'lsa kerak, pastda yo'tsek ham bo'ladi. Ma'lumot o'rnida bu sklad kontakt nomerini video tagida yozib qoldiramiz. Bu videoni qurilish qilayotgan tanishlarga jo'natsanglar foydali bo'ladi. Sizlar bilan Ta'minot Pro.